Bismillah, savol berishdi. Uy sharoitida yosh bolalarimiz, nevaralarimiz shamollashga nima qilsak bo'ladi deyishdi. Haqiqatda hozir shuni sezoni boshlandi. Kuz fasli shamollash ko'p. Buni biz piyoz va asal yordamida ta'mi ham yaxshi bo'lgan, uyda topilishi mumkin bo'lgan, yosh bolalarga berish mumkin bo'lgan mahsulotdan dori tayyorlashni o'rgatamiz. Buning uchun biz piyozni parra qilib kesib olamiz. Piyozda viruslarni, ORVini, mikroblarni o'ldiruvchi saponin degan modda bor, allichin degan moddasi bor. O'shalar virus, bakteriyalar kuchli ta'sir ko'rsatib, o'shani tanamizdan chiqib ketishiga sabab bo'luvchi mahsulot. Mana asal quvvat berib, ham ta'm berib turadigan narsa. Buning uchun biz masalan bir qoshiq asalni iliq suvda eritib olamiz. Mana bir osh qoshiq toza asalni iliq suvda eritib oldik. Endi buni mana to'g'ralgan piyozga qo'shamiz. Biroz turadi. Hamma piyozdagi kerakli elementlar chiqadi. Piyozni ham mizoji issiqlik, asal ham issiqlik, sovuqlikni ketkizishda, mikrob va viruslarni o'ldirishda, grippni, shamollashni oldini olish, undan qutulishda yaxshi foyda beradi. Bu antibiotiklarga o'xshab ichagidagi bizga kerakli bo'lgan bakteriyalarni o'ldirib yubormaydi-da. Uning o'rniga naborot kerakli bakteriyalarni saqlab qoladi, keraksizini o'ldiradi. Tabiiy narsa shunaqangi xususiyati bor. Shuning uchun mana qilib ko'ring, bu men necha yildan beri farzandlarimni shuni qo'llayman. Oddiy, uyda topish mumkin bo'lgan narsa, ichishga ham qulay. Buni endi piyozini ajratib, masalan, pelaga quyib bersangiz bo'ladi yosh bolalarga. Kattalar bemalol ichadi, bismillah. Hech qanaqangi bir неприятный, yoqimsiz maza yo'q-da. Buni achchig'i ketadi, shiringa aylanadi. To'g'ri, bundan murakkablari ko'p. Biz ORV tip dori qilganmiz, zanjabil yaxshi. Bunga piyoz o'zini chala qovurib, dumba bilan yeyish yaxshi, bular ko'p. Lekin eng oddiysi shu. Dumba yeyolmaydigan odam, qovurishga vaqti yo'q. Lekin shuni qilish oson. Shuni qiling-a. Farzandlarga, nevaralarga, o'zingizga ham yaxshi foyda beradi. Necha yildan beri qo'llayman. Yana qo'y yog'i yoki toza achchiq bodom yog'ini olib, oyoqlarining tagiga, ko'kraklariga surkab qo'yish kerak. Tezroq qutulib ketadi shamollashdan. Bari 2 kun ketadi. Buni bir kunda masalan yarim peladan 5-6 marta 7 yoshgacha bo'lgan bolalarga bersa bo'laveradi. Masalan 3 yoshdan katta 7 yoshgacha. Endi men-ku 1-2 yoshli bolamga ham beraman kam-kamdan. Shunaqa bersa bo'ladi. Kattalar bemalol masalan bir peladan 4-5 mahal ichsa bo'ladi. Qonni ham tozalaydi, suyultirishi ham bor qisman. Shunaqa ajib narsa. Bundan foydalaninglar. Kommentariyaga bo'lsa, olgan foydanglarni yozib qoldiringlar. Haqiqatda boshqalar ham foydalansam bo'ladi. Ikkilangan odamlar foydalandim, yaxshi degan kommentariyani ko'rgandan keyin ular ham shuni ishlatishga harakat qilishadi. Sog' bo'linglar.